Ramazon bayrami bir kun birodarlar. Mana bugun tugaydi. Ertaga ertalab bayram. Alloh hammamizga muborak qilsin. Ertaga bayramni o'tkazgandan keyin indindan Shavvolni 6 kun ro'zasini tutish boshlanaveradi. Paydarpay tutsa yaxshi birodarlar. Shavvolni 1, 2, 3, 4, 5, 6 kun tutsa, payg'ambar alayhissalatu vassalom aytganlarki, kim Ramazonning ortidan 6 kun Shavvolni ro'zasini tutib qo'ysa, yil 12 oy ro'za tutgandek bo'ladi deganlar. Va bir yaxshilik qilgan odamga 10 misolida ajr beriladi deb oyatni o'qiganlar. 30 kun ro'zaniga 10 ga ko'paytirsangiz 300 kun bo'ladi. 6 kun ro'zani 10 ga ko'paytirsangiz 60 kun bo'ladi. 33 ya'ni 360 kun tutgan bo'lasiz. 360 kun tutgan bo'lasiz ro'za. 365 kun-ku desa, ha 365 kunda 5 kuningiz hayit, bayram. Ramazonda 1 kun bayram, Qurbon hayitda 4 kun bayram. U kunlarda zotan ro'za tutib bo'lmaydi.